Bugungi kunda trading sohasi haqida internetda juda ham ko'p gaplar bor. Kimdir $100 bilan boyib ketganini aytadigan bo'lsa, yana kimdir trading sohasida bor pulni yo'qotganini aytayapti. Trading sohasi rostdan ham shunaqa tez boyiydigan sohami? Aslida bu soha bilim, sabr va intizom talab qiladigan soha. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, trading aslida qanaqa sohaligini va uni qanaqa past-balandlari borligini, soha orqali qanday qilib daromad qilish mumkinligini o'rganib olishingiz mumkin. Agarda men trading sohasini endi boshlagan bo'lsam, qanaqa xatolarni qilmagan bo'lardim va qanaqa ketma-ketlikda sohani o'rgangan bo'lardim. Oldin o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, meni ismim Hojiakbar, familiyam Hikmatjonov. Trading sohasi bilan 5 yildan beri shug'ullanib kelaman va shu kungacha 300 dan ortiq insonlarni trading sohasida daromad qilishiga sababchi bo'lganman. Oldin trading sohasi o'zi nimaligini tushunib olamiz. Trading sohasi bu xuddi o'zimiz bilgan oddiy bozori onlayn variant. Bu bozorda, moliyaviy bozorda narxlar juda ham tez harakat qiladi va bir necha daqiqalar ichida narxlar juda katta summalarda o'zgarishi mumkin. Misol qilib aytadigan bo'lsak, bugun siz olmani bozordan 5000 dan olgan bo'lsangiz, ertaga buni narxi 5200 yoki 5500 gacha ko'tarilishi mumkin. Va aynan shu oradagi raznica bizani daromad bo'ladi. Bozorda savdo qilishdan hammaning maqsadi arzon narxdan sotib olish va qimmatroq narxdan sotish bo'ladi. Trading bu oson pul topiladigan soha emas. To'g'ri, buy yoki sell bosish orqali yaxshigina daromad qilishingiz mumkin. Lekin aynan shu tugmachani bosish uchun kerak bo'ladigan bilim va ko'nikmalar sizda balki oylar, balki yillar davomida shakllanishi kerak bo'ladi. Hozirgi kunda hamma ko'rsatayotgan shohona hayotda ortida yillab qilingan mehnat yotadi. Ya'ni shunchaki hozir aytgandek, bitta tugmani bosish orqali bunaqa hayotga erishib bo'lmaydi. Ya'ni xuddi shunaqa bitta tugmani bosish orqali siz bor narsangizdan ham ayrilib qolishingiz mumkin, agarda siz sohani yaxshi o'rganmasdan turib boshlaydigan bo'lsangiz. Trading sohasiga kirganingizdan keyin birinchi bo'lib siz bilishingiz kerak bo'ladigan narsa bu bozor turlari. Bizda 3 xil bozor turlari bor. Ya'ni bu aksiya bozori, stock market, kriptovalyuta bozori, kripto market va forex market, ya'ni valyuta ayirboshlash bozori. Siz birinchi bo'lib oldin o'rganishingiz kerak bo'lgan narsa qaysi birjada savdo qilishni o'rganmoqchiligingiz. Ya'ni siz aksiyalar yo'nalishida oldi-sotdi qilmoqchimisiz yoki kriptodami yoki boya aytgandek valyuta paralaridami? Birinchi bo'lib shuni aniqlaysiz va agarda imkoniyatingiz bo'ladigan bo'lsa, lutchi internetdan emas, balki shogird tushib yoki qanaqadir kurslar davomida o'rganishni maslahat bergan bo'lardim. Nimaga deydigan bo'lsangiz, birinchidan siz ham vaqtdan yutasiz, ham puldan yutasiz. Qanaqasiga? Bu siz bosib o'tmoqchi bo'lgan yo'lni tayyor mapi bor, ya'ni tayyor kartasi bor sizni o'sha o'rganmoqchi bo'lgan ustozingizda yoki mentorda o'sha odamda. Va bu siz bosib o'tishingiz kerak bo'lgan yo'lni ancha vaqtini qisqartirib beradi. Ya'ni siz qilgan har bitta xatoni siz qilib, ya'ni qanchadir qilingan bozorda qilgan xatoingiz sizga qanchadir pulga tushadi har bitta xato. Bu bozorda shunchaki uzr bilan siz xatoni to'g'rilay olmaysiz. Ya'ni qilingan har bitta xato sizga qanchadir zarar degan. Va shu siz zararlaringizni kamaytirishingiz uchun aynan mentor sizga qaysi xatolarni qilmaslik kerakligini, qanaqa savdo qilishni, qaysi joyda sotib olish va qaysi joyda sotishni sizga to'liq o'rgatadi. Agar imkoniyat bo'lmaydigan bo'lsa, lekin mana internetda juda ham ko'p ma'lumotlar bor, YouTube'da, boshqa platformalar orqali ham o'rgansa bo'ladi. Bu imkonsiz emas. Lekin imkoniyatingiz bo'lsa, lutchi o'sha kursda yoki mentorda shogird bo'lib o'rganishni maslahat bergan bo'lardim. Men ishlaydigan birja forex bozori, ya'ni valyuta ayirboshlash bozori. Bu bozori bir kunlik aylanmasi 10 trillion dollardan oshiqqa tashkil qiladi hozirgi kunda. Bu solishtirish, taqqoslash maqsadida aytishim mumkin, bu Amerikaning Federal rezervidan ham kattaroq summa hisoblanadi. Bozorda eng muhimi bu tahlil qilish. Taxmin qilib savdo qilganingiz bu shunchaki omadga asoslangan savdo bo'ladi. Bir marta omadingiz kelishi mumkin, borini 2 marta kelishi mumkin, lekin ketma-ket faqatgina omadga tayanib savdo qiladigan bo'lsangiz, siz bor kapitalingizni ham yo'qotasiz. Ya'ni har doim ham bozorda omadingiz kelavermaydi. Endi o'rganishimiz kerak bo'lgan ikkinchi narsa bizda trader turlari. Bozorda qanaqa traderlar mavjud? Bizda 4 xil turdagi traderlar bor. Ya'ni bulardan birinchisi skalperlar. Skalperlar qisqa muddatda savdo qiladigan traderlar hisoblanadi. Ya'ni 5 daqiqa, 15 daqiqa oralig'ida qisqa muddatda savdo qilib, bozorda o'zini daromadini qilib olib chiqib ketadi. Ikkinchisi day traderlar. Day traderlar asosan kun davomida savdo bitimlarini amalga oshirishadi. Ya'ni misol ertalab keldi, bozorni tahlil qildi, novostilarni o'qidi va savdo bitimini ochdi. Uchinchi tur bizda swing traderlar. Ya'ni swing traderlar o'sha faqatgina kunlab emas, balki haftalab pozitsiyalarni ushlab turishi mumkin. Va ular ancha bozorga kattaroq summa bilan kiradi va chiqqanda ham bozordan kattaroq summani olib chiqib ketishadi. Va eng oxirgisi bu position traderlar. Bu traderlarni investorlar deb ham atashimiz mumkin. Ya'ni ular savdo bitimlarini bitta ochgandan keyin oylab, balki yillab yopmasdan ushlab turishadi uzoq muddat va narx o'zining kutgan joyga chiqqanda yopishadi.
va bular bozorga kirganda shuncha uzoq muddat ushlaganiga yarasha bozorda shunchalik katta summani olib chiqib ketishadi va bozorga kirganda ham ular katta summa bilan kiradi va ular kutadigan joy ham, misol uchun savdo bitimiga kirish uchun kutiladigan joy ham balki oylab, balki yillab kutilishi mumkin, narx o'sha joyga yetib kelishi. Traderning eng katta pluslaridan bittasi bu aniq bitta joy talab qilinmasligi. Ya'ni ofis bo'lishi shart emas sizda. Sizda kompyuter yoki telefon, internetingiz bo'lsa bo'ldi. Istalgan joyda siz savdolarni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Yana ko'pchiligi beriladigan savol, telefon orqali savdo qilsa bo'ladimi? Savdo qilsangiz bo'ladi, lekin kompyuter bo'lgani yaxshi. Nimaga? Kompyuterda siz ko'rganingizda ancha katta grafik ko'rasiz va kattaroq tarixni ko'rishingiz mumkin bo'ladi va bu orqali siz bozorni yaxshiroq tahlil qilishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham hammaga maslahat bergan bo'lardim. Telefonda emas, balki kompyuterda analiz qilishi va savdolarni ham kompyuterda amalga oshirish. Endi sizlar bilan videoning eng muhim joyiga yetib keldik, ya'ni risk. Agarda siz risk qoidalariga amal qilmaydigan bo'lsangiz yoki risk menejment nimaligini tushunmaydigan bo'lsangiz, lutchi tradingga kirmaganingiz yaxshi. Nimaga? Riskni, ya'ni o'zingizni bor kapitalingizni to'g'ri boshqarish bu tradingdagi eng muhim skilllardan bittasi hisoblanadi. Tradingda yo'qotishlar bo'lishi bu normal holat. Chunki bu bozor. Demak, bozor bo'lgandan keyin har doim ham biza kutganda yurib bermasligi mumkin. Va bizda har xil force major holatlar bo'ladi va natijada stop loss ishlaydi. Stop loss bu o'sha yo'qotiladigan qanchadir riskga qo'yilgan summa hisoblanadi. Va trader har doim uni nazorat qilib turishi kerak. Ya'ni yo'qotishlarni nazorat qilib turishi kerak bo'ladi. Ya'ni siz bilishingiz kerak, savdo bitimiga kirganingizdan keyin sizdagi eng yomon holat nima bilan tugashi mumkin. Ya'ni bu narsa bo'lishi kerak, sizda to'liq kapitalingiz yo'q bo'lib ketishi emas yoki kapital 50% emas, maksimum bo'lishi mumkin. Agar kichkina kapitalda ishlaydigan bo'lsangiz, 1%, 3% yoki 5% kapitaldan summani yo'qotishingiz mumkin bo'ladi. Lekin siz bilishingiz kerak, oldindan qancha summani siz riskka qo'yib savdo bitimini amalga oshiryapsiz va sizdagi eng yomon holat nima bilan tugashi mumkin. Ya'ni sizdagi eng yomon holat bo'layotgandek, bizda demak stop loss bilan tugashi mumkin. Asosiy 3 ta qoidasi bor. Birinchisi, bor pulingizni bitta savdo bitimiga hech qachon tikmang. Ikkinchisi, azartda, emotsiyada bo'lgan paytingizda savdo bitimlarini amalga oshirmang. Va uchinchisi, e'tibor berilishi kerak bo'lgan eng muhim joyi, doimo bo'layotganimdek risk qoidalariga amal qilgan holda savdo bitimlarini amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Agarda savdo jarayoningizda doimo risk qoidalariga amal qilgan holda savdo qiladigan bo'lsangiz, hech qachon siz o'zingizni bor kapitalingizni yo'qotmaysiz bozorda. Endi qanaqa qilib sohani boshlashimiz kerak? Bu narsani hozir sizlar bilan ketma-ketlikda qadam-qadam ko'rib chiqamiz. Birinchi qadam, biz qaysi bozorda ishlamoqchimiz bo'layotgandek, shuni aniq bilib olishimiz kerak. Ikkinchi qadam, o'rganish. Ya'ni sohadagi terminlar, asosiy tushunchalarni oldin o'rganishimiz kerak bo'ladi. Uchinchi qadam, grafikni tahlil qilishni o'rganish. Ya'ni biz buni texnik analiz deb aytamiz. Texnik analizni o'rganish kerak. Qo'llab-quvvatlash darajalari nima, qarshilik darajalari nima, xuddi shunga o'xshash bo'layotgan terminlarni o'rganganingizdan keyin demak darajalar bilan ishlashni o'rganishingiz kerak bo'ladi. To'rtinchi qadam, demo hisob ochish. Demo hisob bu haqiqiy pul emas, sizga berilgan broker tomonidan demak soxta pul deb aytsak bo'ladi. Unda savdo qilamiz, o'zimiz qilayotgan xatolarni aniqlaymiz va xatolarga yechim qidirishimiz kerak bo'ladi. Va bunda biz kamida 2 oy, 3 oy yoki 5-6 oylab savdo qilishimiz kerak bo'ladi. Biz qachonki real hisobimizga demak tayyor bo'lmagunimizgacha. 5-qadam, strategiya. Qachon kiraman, qachon chiqaman, qachon savdo bitimi ochmayman, qachon bozordagi holatni kutaman. Shu savollarga sizda aniq javob bo'lishi kerak. Ya'ni sizda aniq bitta savdo strategiyasi bo'lishi kerak. O'shandagina bozordan siz stabil daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Va oxirgi 6-qadam. Tradingda psixologiyani o'rni juda ham katta. Ya'ni o'zingizni azartingizni, o'zingizni nafsingizni, o'zingizda bo'layotgan har xil ichki kechinma hissiyotlaringizni maksimalni boshqarishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Va aynan hozir aytgan hamma qadamlarni siz bosib o'tganingizdan keyin sohada yaxshigina daromad qilishingiz mumkin. Faqatgina bu hammasini siz birlashtirishingiz va birga ishlatishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni balans qilib ishlatishingiz kerak bo'ladi. Qaysidir skill sizda zo'r bo'lgani bilan, qaysidirda agarda siz bilmaydigan bo'lsangiz, agarda u skillda sizni demak tajribangiz kam bo'ladigan bo'lsa, bo'layotgan demoda kam savdo qilgan bo'lsangiz, bu narsa sizga real hisobingizda ancha minusingizga ishlab qo'yishi mumkin. Yodda tuting, avval bilim, keyin pul. Boya aytganimdek, bu qadamlarni siz internetdan ham o'rganishingiz mumkin, lekin agar imkoniyatingiz bo'ladigan bo'lsa, lutchi boya aytgandek mentor orqali o'rganishingiz mumkin. Ya'ni siz shu o'rganayotgan ustozingiz yoki mentoringiz nechadir yillar davomida o'zi bosib o'tgan yo'llarni, o'zi qilgan xatolarni sizga tushuntirib berganini hisobiga, siz o'sha xatolarni qilmaganingiz hisobiga sizda rezultat kutilgandan ko'ra ancha tezroq va yaxshiroq bo'lishi mumkin. Ya'ni u misol uchun 3 yil, 5 yil, 10 yildan beri savdo qilayotgan inson bo'lsa, xoh, o'sha o'zini tajribasini sizga tushuntirgandan keyin siz o'sha xatolarni
qilmaganingiz hisobiga u erishgan natijaga, misol uchun 5 yil, 10 yilda erishgan natijasiga siz balki 3-4 yil, balki 2 yilda erishib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Lekin boya aytganimdek, bu oson ish emas, balki trading sohasi oson yo'l bilan qiyin pul topiladigan soha hisoblanadi. Shu narsaga tayyor bo'lishingiz kerak. Tradingni endi boshlaganlar eng ko'p qiladigan hozir xatolarni sizlarga sanab beraman. Birinchisi tez boy bo'lib ketishni kutish, ya'ni euforiya. Sohani endi boshlagan odamda yoki endi o'rganishni boshlagan odamda shunaqa etap bo'ladi. Men sohani boshladim, 1 oy, 2 oy ichida misol uchun $1000, $2000 yoki $5000 daromadgacha chiqishim mumkin degan euforiya bilan, xayollar bilan boshlash kerak emas. Ikkinchisi, internetdagi signallarga asoslanib savdo qilish. Ya'ni o'zingiz tahlil qilishni bilmaysiz, analiz qilishni bilmaysiz, shunchaki internetda berilgan signallar bo'yicha savdo qilasiz. Bu narsa bilan ham katta ehtimol bilan uzoqqa bormaysiz. Uchinchisi, rejasiz, plansiz savdolarni amalga oshirish. Bu narsa ham o'sha oxiri yo sliv bilan tugaydi, yoki-da agarda omadingiz kelib qolsa, kapital nechadir foizini yo'qotganingizdan keyin sekin o'zingizni xatolaringizni ustida ishlab, demak, bu aytgan skilllarni rivojlantirib va daromadga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi, riskni e'tiborsiz qoldirish. Ya'ni bitta savdo bitimi bilan katta daromad qilib olishni o'ylash. Bu narsa ham sohadagi eng katta xatolardan bittasi. Va oxirgisi sabrsizlik. Tradingdagi eng katta dushman bu shoshqaloqlik hisoblanadi. Ya'ni bizda FOMO degan tushuncha bor. Vaziyatni qo'ldan boy berishdan qo'rqish. Ya'ni men hozir vaziyatni o'tkazib yuboraman, bozorda daromad qila olmay qolishim mumkin. Yoki menda misol uchun analiz qildingiz, narxsiz kutgan tarafga yurib beryapti. Men pozitsiyani o'tkazib yubordim va o'rtasidan qo'shilib, qolgan tarafga qarab daromad olishga harakat qilish. Bu eng katta xatolardan bittasi. Ya'ni sabrsizlik, shoshqaloqlik. Bu skilllarni siz hozir aytganlarimni siz agarda jilovlamaydigan bo'lsangiz, ya'ni sabrsiz bo'ladigan bo'lsangiz, shoshib savdo qilsangiz, azartni nafsi bosolmaydigan bo'lsangiz, sohada daromadga chiqishingiz juda ham qiyin bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, trading bu bitta kasb. Bitta kasbni o'rganish uchun, misol uchun universitetda 4 yil davomida o'qishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin magistratura 2 yil davomida. Undan keyin doktorantura o'rganadigan bo'lsangiz, dars o'rganib ketaverasiz va bunga har bittasiga eng kamida 2-3 yildan vaqtingiz ketadi. Sohani eng tez o'rgandim deganingizda ham, universitetda o'zini bitirganingizda ham sizdan 4 yil vaqt ketadi. Lekin tradingga endi kirganingizga 1 oy, 2 oy, 3 oy bo'lmasdan turib, katta daromad kutish bu juda ham katta xato. Ya'ni bu shoshqaloqlikka bitta misol bo'la olasiz. Trading ham bitta bu kasb. Buni o'rganishingizga ham sizda balki oylar, balki yillar ketishi mumkin. Kimdir bu soha orqali aytaylik 1 yil ichida yaxshi daromadga chiqadigan bo'lsa, kimdir 2-3 yilda ham yaxshi daromadga chiqishi juda ham qiyin bo'ladi. Bu boya qilingan, sanab bergan xatolarimda qaysidir sizda bor va shu narsa orqali siz sohada stabil daromadga chiqa olmayapsiz. Qachonki siz o'zingiz ustida ishlaysiz, o'zingiz egoingizni sindirib, demak, xato o'zingizdaligini tan olasiz va o'shandan keyin sizda o'sish, rivojlanish boshlanadi. Sohani qanchalik chuqur o'rganganingiz sari, qanchalik yaxshi o'rganganingiz sari, siz daromadingiz ham shunchalik sekin o'sib boradi. Ya'ni boya aytganda bitta kirdingiz, bu tez boyib ketadigan soha emas. Bu sohada sabrli, intizomli odamlargina yaxshi daromad qila oladi. Agar siz o'rganishga tayyor bo'lsangiz, trading ham siz uchun bitta imkoniyat bo'lishi mumkin. Agarda o'zingizni kelajagingizni o'zgartirishni xohlasangiz, sohani o'rganishni bugundan boshlashingiz mumkin. Va bu narsa uchun sizdan faqatgina boya aytganimdek, ketma-ketlikni aniqlash, o'zingizga ustoz tanlash va yoki internetdan yoki mentor yordamida o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Glavnisi bu sohada hech qanaqa yosh chegarasi yo'q. Xoh siz 18 yosh bo'ling, xoh 30, xoh 40, xoh 50 yosh bo'ling. O'rganishga tayyor bo'lsangiz, o'zingizni xatolaringiz ustida ishlashga tayyor bo'lsangiz, bu soha siz uchun juda katta imkoniyatli eshikni ochishi mumkin bo'ladi. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, izohlarda o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Hammaga rahmat, charchamanglar.